Shahzod aka, men bitta joyda o'tirib ishlayman. Shu sababdan bo'yin va bosh sohamda og'riq kuzatilyapti. Shunaqa vaziyatlarda nimani tavsiya qilasiz? Husanboy, sizni holatingizda hijoma va igla terapiyani tavsiya qilaman. Chunki og'riqlaringiz ancha yengillaydi, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Bo'lmasa muolajani boshlayveramizmi? Ha, ketdik. Igla terapiya muolajamiz surunkali bosh og'riqlarida, stresslarda, bel va bo'yin grijalarida ko'plab qo'llanilib kelmoqda. Shahzod aka, bu terapiyani grijasi bog'lagan foyda bo'lar ekan. Shu qanchalik rost? Ha, foydasi bo'ladi. Grijasi bor bemorlar ham igla terapiya muolajasini olsa ancha foyda beradi. Igla terapiya muolajamizni 7 yoshdan tavsiya etiladi. Hijoma bu qon chiqarish ma'nosini anglatadi. Asosan bosh og'riqlariga, davlinalarga, bo'yin va beldagi grijalarga qilinadi. Hijoma muolajamiz bemorning holatiga qarab 7 kundan 10 kungacha tavsiya etiladi. Shahzod aka, muolaja yoqdi, og'riqlar ancha qoldi. Kattakon rahmat. Husanboy, foyda qilgandan xursandman. Shuningdek, bizning klinikamizda elektroforez, amplipuls, ultrazvuk, igna, hijoma, ozon terapiya, magnit, darsenval bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.